Amaliyotimiz aylana qoqilib blefaroplastika tibbiy ko'rsatmaga ko'ra ko'rib turibsizlar, bemorimiz ko'zlarning ostida qancha oshcha terilar mavjud, уже yig'ilib bujmayib qolgan, grijalari ham bor, и ko'zlarida oshcha terilar hisobiga osilishlar bor. Mana holatga keltiramiz xudo xohlasa ko'zlarini, и bu ko'zlarning holati ozgina asimetriyalari bor. Tak. Natijani kutib qo'yinglar, chiroyli natijalar bo'ladi. Hammaga rahmat. Aziz operatsiyamiz yakunladik. Aylana qoqilib blefaroplastikasi edi. Bemorimiz maxsus operatsiya uchun Moldovadan tashrif buyurdilar. Ko'zlaridagi hamma oshli to'qimalarni olib berdik. Maksimal podtyajiya qildik. Ko'zlarini orasida qanaqa silliq bo'ldi, tashqi bo'ldi, ko'tarildi, akkuratni qilib. Mana bu tomonlarning holati, ko'zlarimiz mana shunaqa holatda. Terlar oq bo'lgani uchun ozgina qizarishlar, ko'karishlar bo'ldi. Bular bir haftada ketadi. Boshlang'ich natijamizga baho bersanglar bo'ladi. Juda chiroyli natija bo'ldi. Bu bilan solishtiringlar, natijaga baho beringlar. Hammaga rahmat.